Assalomu alaykum, hurmatli qizlar. Kuni kecha bitta voqea bo'ldi. Shu voqea rosa ham ta'sirlantirdi. Gap ochig'i, bu bir gap bilan gapirganda yaxshilikni ham bilgan odamga qilish kerak ekan. Bilgan odamga. Bilmagan odam sizni qilgan yaxshiligingizni bu menga должен. Shu menga qilish kerak bu. Bo'lgan odam. Shuning uchun qildi menga deb suiiste'mol qildi deydi-yu, yaxshilikni bilmagan. Siylaganni bilmaydi, ko'rnamak degan gaplar bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xullas, uyi buziladigan joyga tushgan, uchastkaga buziladigan joy bo'lgan. Hop, unga kelib, endi narx taklif qilishgan. Xullas, o'zi o'sha xohlagan narxni berishgan. Hop, bitta endi eski 70-yillardami, 60-yillardami qurilgan eski uchastka, hech qanaqa remonti ham yo'q. Hop, shunga ikkita 3 xonali dom, bitta 1 xonali dom и yana 30 mingmi, mana shu 30 ming dollarcha pul beriladigan bo'lgan. Endi bu uylarni olgan, domlarni olgan, faqat olinmagani o'sha 30 ming dollar pul qolgan. Pul qolganda endi u pulni borib bu hokimiyatdan shu olish kerak bo'lgan, o'sha beradigan kun belgilangan. Bu borib qo'l qo'yib olsa bo'ldi bo'lgan. Lekin shu joyda bitta voqea bo'lganki, shu 30 ming dollardan o'sha voqea sabab mosuvo bo'ldi, berilmaydigan bo'ldi. Ya'ni u voqea nima bo'lgan? Boyagi olgan domlarni men yashashga, mana shu domga muhtojligim bor deb turib, o'sha propiskada ko'rsatilgan odamlarni ko'rsatib, mana o'g'lim, qizim, navaram, u bu, xullas kirib yashashimiz shart, bizga boshqa iloji yo'q, berilishi kerak deb olganda, lekin olib uni sraz sotib yuborgan. Sotib yuborib, endi qimmat mashinadan olgan. Ani BMW X5 deydimi, X6 deydimi, xullas qimmat mashina bor. Bitta domni puliga o'sha bitta nimani mashinani olgan. Endi 70 ming dollarga olganmi, 80 ming dollarga. Xullas gap nimada? Endi o'shani 30 ming dollarni olish uchun bu o'sha mashinada borgan. Hali nomerlar ham taqilmagan, hali oformit ham bo'lmagan, yangi sotib olgan. Shu pulni olish uchun borgan. Shu hokimiyat parkovkasiga borib, endi vohlikdan borib olganda, endi men poylab turaman, srazi olay deb borgan. Keyin eng qiziq joyi, o'sha mashinada oyog'ini tashqariga chiqarib, Assalomu alaykum. ozgina chalg'ib qoldik. Bitta odam dispanser bor, mana bu yaqinimizda, o'shani so'radi. Xullas, oyoqlarni oynadan chiqarib, oyoqlarni chalkashtirib, soyada mashinaning eshiklarini ochib yotgan bo'lgan. Ayni o'sha paytda o'sha pulni berish kerak bo'lgan odam, o'sha nima deydi, o'sha mas'uliyat bitta odamda bo'ladi, ish berilsin desa beriladi. Shu hokim yordamchisimi, o'rinbosarimi, shu yonidan o'tib qolgan. Ya'ni oldiga ko'p marta borilgan shu masala bo'yicha tanib qolgan. Keyin bir payt kirgan. Bu endi vaqt bo'ldi, keldi degan pulni olishga kirganda, ko'rib o'tib ketdi-ku holat. Xullas, mana shu holat sabab bo'lib, o'sha pul berilmaydigan bo'lgan. Berilmagan. Sizga shuncha muhtoj deb uyni bersak, uyni sotib, mashina olib, mashinada yashamoqchimisiz? Nevaralaringiz bilan, farzandlaringiz bilan deb turib, o'sha 30 ming dollarni berishmagan.
uni boshqa bir muhtoj odamga berib yuborishgan. Xuddi shu holat, xuddi shunga o'xshagan holat mana aktrisa Sabrina bilan, aktrisa emas, endi u o'sha epizodlarda chiqib yurgan, shu Ozodani klipida gelik mashina bosib ketuvdi-yu. Shunga ham uy oldi sottisi bilan shug'ullanadigan, uy qurib sotadigan o'sha Marat Xayrullayevich deyishadi-ku, mana bir katta biznesmen. Shu ham mayli, endi shu bechora qiz qiynalibdi, nima qilibdi, mashina bosib ketibdi endi deb shunga uy hadya qilaman deb yursa, bu yoqda bu kishi ham xuddi ma'lum oldingi voqeaga o'xshab bular haqida har xil noma'qul gaplarni gapirib, internetga chiqib, o'sha odamlar tomonidan yig'ib berilgan pullarni ham boshqa bir nimalarda, bizneslargami, nimalarga deb sarflab, keyin bu uy bermoqchi bo'lgan odamga ham gap qilib, sizlar bizdan foydalanmoqchi bo'ldinglar, shu bizga uy berib o'zinglarni reklama qilmoqchi bo'ldinglar deb noo'rin gaplar gapirgani uchun ana berilmaydigan bo'pti. Uni o'rniga haqiqiy o'zi boquvchisini yo'qotgan, lekin voyaga yetmagan farzandlari bor bitta ayolga berishar ekan. Mana. Ani boriga shukr qilmagan, noshukrchilik qilgan odamga yaxshi bo'lmas ekan. Nima bo'lsa, shu boriga sabr qilib, boriga shukr qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha shunaqa. Mana ikkita voqea ham, misol ikkalovi ham bo'lib turgan narsa bo'lmay qoldi. Chunki o'sha o'zini noshukrchiligi, o'zini shu noto'g'ri tutgani mana shunga sabab bo'ldi. Hammani ham kelib turgan rizqi chiqilib ketib qolmasin.